Rustam aka nasiblar gapirib chiqqandik, trend bo'lib ketdi. Zerikib qo'ymaymiz kuzatuvchilarimizni. Yo'q, mana zerikarliroq odamman ozgina. Aytib ko'rmaysizlar. Xullas, nasiblar haqida aytgan gapimiz juda ham trend bo'lib ketibdi. Ko'pchilik mijozlarimiz ham kelib zo'r aytdi shuni, ko'p narsani ochib tashladiz, ba'zi narsalar baklashkadan to'y qiladi deb aytdingiz deyishdi. Gap buni trendga chiqarish bilan emasdi. Mohiyat shuki, hamma o'sha ichki kiyim olayotganda ichki kiyimlarga qattiq turishligini xohlayman. Yana bir aytaman, nafaqat bizda xohlagan joyingizda, xohlagan shahringizda bo'lsangiz ham bizani kelib tanlang demoqchi emasman. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sifatini ko'rib, baholab keyin xarid qiling. Biz esa o'zimizga ravo ko'rganlarinigina sizga olib kelamiz, sifatlariga kafolat beramiz, shunaqa muammolar keltirib chiqarmaslikka kafolat beramiz. Ko'rib turganingizdek, demak, nasiblar juda ko'p. Mana bu napiatkilar juda mijozlarimizga yoqib tushdi. Ko'pchilik buni 20 ming so'm bitta napiatki ekan deb olishganda, bu aslida bitta emas, bu ikkita hisoblanadi. Demak, sizga 10 ming so'm